Assalamu alaykum. Xitoy qo'laydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Men bugungi Xitoy qo'laydigan az qoldi nomli programmamning 26-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men bugungi programmamni shunday o'rinlashtirdim. O'tgan qism 25-qism programmamda Donald Trumpning ikkinchi bosqichlik tashqi siyosati Xitoy va Uyg'urlarning ahvoliga umum nazar nomli bir mulohazani boshlatgandim va uning birinchi qismini sizlarga sungandim. Bugun shu mulohazaning davomi, ya'ni ikkinchi qismini diqqatingizga sunmoqchiman. Bu mulohazaga kirishdan burun ba'zi dunyodagi muhim bo'layotgan masalalar haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Bunun içindeki birincisi Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şu Şanghay 5 Hemkarlık Teşkilatı'nın ki 25. qitimliq devlet başlıkları yığınına qatnashish uchun Xitoyning ki Tianjin shahriga yetib borgan. O'tgan men sizlarga degandim, shu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Şanghay 5 Teşkilatı deb qurilgan boshda buni umumyuzlikmiş Uyg'urlarni qo'llab tutish tashkiloti deb shundaq deb o'tib ketgandim. 90-yillarning o'rtalarida shu O'rta Osiyodagi davlatlarning parchalanib mustaqil bo'lishi bilan Xitoy bu yerdagi chegara rayonlardan bo'lib Uyg'urlardan intayin ansirab u yerda yuz bergan shu mashrab harakati qatorliqlardan va O'rta Osiyodagi qurolli kurashlarimizdan intayin andish qilib va ansirab 1996 yil e'lon qilgan 7 nomerli hujjat bilan tang shu Şanghay 5 hamkorlik tashkilotini qurgan, O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning qarindosh davlatlari bilan birlikda qurgan. Buning soni hozir ko'payib, bu qitim Turkiya kuzatuvchi sifatida qatnashyotdi. Men o'tgan qismliq programmalarimda Şanghay 5 hamkorlik tashkilotining Uyg'urlarni qo'llab tutish tashkiloti ekanligi haqida ko'p to'xtalgandim. Hozir hamda Uyg'urlarni jazo lagerlariga tashlab 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'urni Xitoy jazo lagerlariga tashlagandan keyin Uyg'urlarni ancha bexatar his qilmagandan keyin buning ismini o'zgartib Şanghay 5 hamkorlik tashkiloti deb bu bag'ansiri a'zolarini ko'paytiryotdi. Bizning Turkiya qarindishimiz bo'lgan Turkiya hukumati bunga kuzatuvchi bo'lish bilan qo'shildi. Ammo buning asosiy mazmuni Uyg'urlarga qarshi Uyg'urlarni dunyo miqyosida qo'g'lab tutish. Vatanning ichi yetmadi, o'zining ona va tuproqlari yetmadi. Teshib qochib chiqqan Uyg'urlarni undaq jinoyat, bundaq jinoyat bilan qo'g'lab tutish maqsadida qurilgan. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi Tianjin shahriga borgandan keyin Xitoy tarafidan nihoyat qizg'in qarshilandi, qizil gilamlar silinib. Uningdan keyin Xalq gazetida shu bir parcha maqola e'lon qildi. Maqolasida garchi Gazza haqida shu nihoyat ochiq maydonni ifodalab keskin alda İsrailning Gazza haqida qilganlarini zulm va qirg'inchilik deb ifodalagan. İsrailga qarata fuqarolarning qo'g'dinishi kerakligi, shundaqla urushning to'xtatilishi haqida chaqiriqlarni qilgan. Xalq gazeti o'zinglar bilsa Xitoyning eng chong gazeti va Xitoyningki tili, mundaqcha aytganda Xitoy Kommunist partiyasining tili va qonunidan iborat. Ba'zi İngilizce xabar va medialar Uyg'urlar haqida Recep Tayyip Erdoğan beyefendining hech qanday gap qilmaganligi haqida munozaralarni qildi. Erdoğanning bu Uyg'urlar masalasidagi sukunati inson haqlari qo'g'duvchilari va analizchilarining diqqatini chekdi. Shu bu haqda maqola e'lon qilgan ba'zi jurnallar qarab boqayli. Middle East Eye, ya'ni O'rta Sharqning ko'zi gazetida e'lon qilingan Recep Tayyip Erdoğan'ning Xitoy ziyorati jarayonidagi Uyg'ur masalasidagi sukunati munozir qo'zg'adi nomli maqolada Xitoyning Uyg'urlarni jazo lagerlariga tashlab atganligidan iborat
reallik oldida sukutga cho'mganligi Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin mushu reallik oldida sukut qilganligi xil qattiq tanqidlandi. Endi bu o'tmishga qarab o'tgan yillarga qaraydigan bo'lsak, 2021-yili Foreign Policy, ya'ni jurnal e'lon qilgan nima uchun Recep Tayyip Erdoğan Uyg'urlarga yuzsizlik qildi nomli maqolada Turkiyaning Xitoyga bo'lgan iqtisodiy jihatdagi bog'lanib qolishining kundan kunga ishishi bilan Uyg'ur masalasiga bo'lgan yordamining borgan sari ojizlashayotganligini tilga olgandi. Bundan boshqa Diplomatic Courier, ya'ni diplomatik tez yo'llanma nomli bir jurnalning 2024-yillik bir yazmasida Recep Tayyip Erdoğan'ın kundan kunga ish berayotgan Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarni davomlashtirish orzusi bilan Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulmiga sukut qilishdan iborat ikki masala o'rtasidagi diplomatik arada qilish diplomatik jihatda arada qilish mulohaza qilingan. Kuzatuvchilar Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009-yilda qirg'inchilik deganligini 2019-yilga kelganda yumshab ketganligini tilga ilyapti. 2009-yili Xitoy bilan Turkiyaning savdo iqtisodiy hamkorligiga qaraydigan bo'lsak, faqat 1 milliard Amerika dollarlik bir savdo iqtisodiy qimmatbati o'tirdi. Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 2009-yili 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini qirg'inchilik deyishi bilan Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarida yangi kelishimlar, yangi to'xtamlar maydonga keldi. Hozir qaraydigan bo'lsak, shu Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo iqtisodiy hamkorlik kelishimi 50 milliard Amerika dollari atrofida bo'lyapti. Endi Uyg'urlarningki shu qirg'inchilik uchrayotganligi, Xitoyninki Uyg'urlar qarta qirg'inchilik ilib berayotganligi masalasini ba'zi turk axborotlarida bunday ish yo'q, Uyg'ur masalasini ko'ptirib yetib bordi, ma'lum kishilar Uyg'urlar qartilgan jazo lagerlarining yo'qligi, faqat bunday gap so'zlarning Xitoy Turkiya munosabatlarini zidlash uchun to'qib chiqarilgan gap so'zlar ekanligini Xitoyning xuddi Xitoyning zuvanidek so'zlab ketgan chog'larim bo'ldi. Endi 2022-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti jazo lagerlarini, Xitoydagi Uyg'urlar qartilgan jazo lagerlarini insonlikqa qarshi jinoyat deb ta'bir bergandi. Gerçi onu qirg'inchilik yoki milliy qirg'inchilik yoki irqiy qirg'inchilik deb ta'kidlamagan bo'lsa-mu, ammo insoniyatga qarta jinoyat deb o'tirib qo'ygandi. Amerika, Kanada, Angliya, Fransiya, Gollandiya va Litvaniya qatorliq 6 davlatmi irqiy qirg'inchilik deb tonigan bu mohiyatda Uyg'urlarning Endi lekin Xitoy ziyarati jarayonida Recep Tayyip Erdoğan efendi bunday bir qirg'inchilik kalimasini bu qatim ishlatmadi, ham Uyg'urlarni tilga epmi qo'ymadi. Shundaq bu mohiyatda Uyg'urlar bu ishlardan qat'iy umidsizlanmaslik kerak. Bu mohiyatda islomning haq adolat turigining ojizlayotganligi, Osmonli qimmat qarashlarining ojizlayotganligining mohiyati bu belgisi bu hesaplandı. Camiler qanchaki ko'p va egiz to'pliklardan azan ovozlari ko'klarni yeriyotgandek darajada yangrayotgan bo'lsa, ammo ishchininki ishki qismining Xitoydek bir pravan bilan oppoq-chappoq bo'lib, eg'iz burun yarishib yurish orqali qanchalik puchaklashib ketayotganligini ketganligining belgisi. Buningki Uyg'urlar umidvor bo'lishi kerak. Men o'tgan Yusuf alayhissalomning qissasini, Uyg'urlarning qissasi, Uyg'urlarning quduq tashib etilgan Uyg'urlar hozir Yusuf alayhissalomning taqdiriga duchor bo'lyapti. 11 qirindosh tarafidan quduq tashib etilgan Yusuf alayhissalomning qismatiga duchor bo'lyapti degandim. Yusuf alayhissalomni 11 qirindosh shundoq
quduqning ostiga tashlab etgan. Ammo bir karvon kelib bir kunlarda Yusuf alayhissalomni quduqdan qutuldirib chiqqan. Hamon bir kuni Uyg'urlar ümidsizlanmasligi kerak. Qarindoshlarining o'zining diniy Türkiye qarindoshlarining Uyg'urlar hozir duch kelgan ahvollarga qarta shundoq sukut qilish, yo'lini tanlash orqali islomning Türkiye bo'lgan haq adolatni zedlab qo'yayotganligidan, shundoq bir adolatsiz davrda yashayotganligidan Uyg'urlar qat'iy ümidsizlanmasligi kerak. Chunki hamon bir kuni shu quduqning beshiga bir karvon kelib, Yusuf alayhissalomni quduqdan qutuldirib chiqqanga o'xshash. Uyg'urlarning o'sha tashib etilgan quduqning ustiga bir karvon kelganligiga ishonchimiz, iymonimiz kamil. Endi yana birisi shu Rossiya haqida bo'ldi. Ba'zi qisqacha bir mulohaza qilib o'taman. Xabaringlarda bo'lgandek, Amerika va Rossiya munosabatlari yanılam ciddi. Alaskada ko'rishishlar bo'lgan, ciddi qizil gilamlar silingan, birisi jigar rang, birisi qizil mayl galostiklarni taqash orqali dunyoga poz bergan. Bo'lsa, lekin aniq bir ilgirlash bo'lgani yo'q. 15 avgust Alaskadagi ko'rishishdan keyin ya urush to'xtamadi, ya tinchlik kelishimi tuzilgani yo'q. Amerika Rossiya munosabati jiddiy holatda bir ketyapti. Dialoglar davom qilayotgan bo'lsa-mu, aniq bir ilgirlash yo'q. Endi markaziy diyarimga, ya'ni shu Donald Trumpning ikkinchi bosqichlik tashqi siyosati Xitoy va Uyg'urlarning ahvoliga, umum nazariga, asos mazmuniga kirib ketmoqchiman. Donald Trumpning ikkinchi qitimliq tashqi siyosatini Biden davridan va an'anaviy Amerikaningki dunyoga yiqilishidan qaysi jihatlardan farqlanadiganligiga bir qarab boqaylik. Biden hokimiyatiningki dunyoga bo'lgan pozitsiyasini tuvandagidek tushunishga bo'ldim. Biden hokimiyati, ya'ni Yevropa bilan Ukrainani urushni oxirlashtira olmaganlik va strategik bir planni o'tirib qo'ymaganlik sababidan ayblaydi. Biden prinsipchan bo'lib, prinsipchan bir prezident bo'lib, u Rossiyani zaiflatish uchun yo'l izlagan. Endi Donald Trumpningki dunyoga bo'lgan yiqilishiga qarab boqaylik. Birinchidan, Donald Trump o'zini tarafsizman deb qaraydi. Asli maqsadi Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, asosiy nishonni Xitoyga qaratish. O'tgangi birinchi qismliq mulohazamda men shunday deb o'tib ketgan. 70-yillardagi Kissinger Xitoyga bo'lgan ziyorati bilan Xitoy bilan yiqilishib, Rossiyani ajizlatishga, Rossiyani chetga qilishga qaratgan bo'lsa strategiyasini. Bu qitim ta'tir Kissinger teoriyasi orqali Rossiya bilan yiqilishib, Xitoyni yolg'iz qoldirish, oxirida Xitoyni g'ultishdek shunday bir strategiyani o'tirib qo'yganligini so'zlab o'tgandim. Ya'ni Donald Trump o'zini yana bir realist, ya'ni amaliyotchan savdogar yoki ish adami, tijoratchi deb qaraydi. Trumpningki realizmi klassik Amerika realizmidan çok jiq farqli. Endi yana bir tarafdan Amerikaning an'anaviy realizmi kuch o'lchimini, Amerikaning an'anaviy realizmini, kuch o'lchimini, kuchning nima ekanligini, askariy kuch, nuklear yadro qurollar kuchi va iqtisodiy kuch masalasiga markazlashtirdi. Trumpningki qarshi bo'yicha bo'lganda
yuqorqilar oldingi shart emas. Trumpning qarshi bo'yicha bo'lganda, Trump uchun Amerikaning manfaati birinchi o'rinda turadigan kelishimlarni tuzish va ish fursatlarini tepish qatorliq jihatlarda ilgarilayotdi. Onundan boshqa shu Rossiyaning tajovuzchi urushqa xarakteri Trumpning xayoliga kirib chiqmaydi. Odatda Rossiyani hamda tajovuzchi Ukrainaga tajovuz qilgan urushqoq hamda hatto urush jinoyatchisi deganga o'xshash gap so'zlar chiqib, xalqaro jinoiy ishlar sudi orqali shu Donald Trumpni Putinni tutish buyruq chiqarilgan. Ama onunki bu xarakterleri Donald Trump'nınki xiyaliga mı kirib chiqmaganligi uchun Alaskada ataydan uchrashib, ko'rishib nimga Vladimir Putinga nəhayət yuqori darajada yüz berib, onunki xalqaralıq tutish buyruq chiqarilgan bir kishi ekanligini bir chetga qarab qo'yib, uning Putinninki shu dunyoda tushib ketgan inoatini yaxshilashga fursat yaratib badi deb muloyiz qilyotdi shu chet el matbuotlari. Demak, bu Donald Trump uchun Rossiyaninki yoki Vladimir Putinning tajovuzchi urushqoq bo'lish xarakteri Trumpning xayoliga kirib chiqmaydi. Trump uchun bo'lganda faqat Rossiya bilan ittifoqlashishni amalga oshirish. Chunki Trumpning muhim nishoni Xitoyni yo'q qilish, Xitoyni g'ulatish. Bu endi qanchalik amalga oshadi? Yana shu Shanxay 5 hamkorlik tashkilotininki yig'ini Tianjinda ichilyotdi. Buningmi yana Putin qatnashdi. Putin yana Xitoy bilan yonlam apaq-chapaq. Bu jihatda Tatir Kissinger teoriyasi qanchalik ishlaydi? Xitoyni yetim qoldirishda va Xitoyni g'ultib etishda oldimizgi kunlarda ko'ramiz. Endi yana birisi uchinchi jihatdan aytganda Trumpninki shu Yevropaga bo'lgan ta'siri. Yevropa hozirga qadar shu Donald Trump prezident bo'lganga qadar o'zini ko'p taraflamalik va qoida qonun prinsiplarga itoat qilgan bir dunyo tartibiga vakillik qilgan bir organ deb qarab kelgan. Ammo urush kuchning aslida askariy iqtidor orqali kuch bo'lib tonildiganligini ko'rsatib berdi. Demak, kuch demak qurol demak, kuch demak askariy mavjudlik, askariy taraqqiyot, askariy texnika degandan iborat. Buningga bizningki dushmanimiz Xitoyninki raisi Mao Zedongninki bir gapi bor. Miltiqdan hokimiyat chiqdi deydigan. Kimning miltiqi bo'ldi ekan, uning hokimiyati bo'ldi degan gap buni tahlil qilsa. Shunda qurolliq kurashlari bo'lmasdan turib, men kuchga ega bo'ldim degani bo'lmaydi ekan. Hem dünyanınki shu qonunlarga, qoidalarga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Birligi va Gaza Amerika deganda hech qanday bir davlatlarning qonunlarga pek ishlanib ketganim bo'lmaydi ekan, chunki u ahamiyatda shu manfaatlar birinchi o'rinda turdi ekan. Amerika mo yana Yevropa Birligi mo shu nuqtani tonib ketdi. Shu jarayonlarda Uyg'urlar shunday bo'lishi kerak, shuni his qilish kerak. Kuchninki nima ekanligini biz hozir shu tafakkurning, taraqqiyotning, undan keyin Uyg'ur davosininki bir do'qmishida turyapmiz. Hamma ishlarni qilib baqdik, hamma davolarni qilib baqdik. Dunyo tamponining o'zgarishi bilan dunyodagi davlatlarning o'zining manfaatlari uchun qilayotgan kurashlari jarayonida Uyg'urlar kuchning nima ekanligi haqida jiddiy o'ylanishga boshladi deb qarayman. Shuning bilan birga Yevropa Birligi shu Germaniyaga o'xshashlar jiddiy holatda bir askariy hozirlik qilishga boshladi.
Әмміш Европаның алдыда ikki yol batı. Birisi yeniden kurallanış ve bu jarayonda Amerika'nın qo'g'lishiga ishonish. Ya'ni Amerika kunlik ostida bo'lish. Ammo Amerika, ya'ni Donald Trump izchil holda askeriy jihatdan Yevropani o'z kunligi ostiga olamdi yo'q. Bu texay bir aniq narsa emas. Yana birisi Amerika'nınki, Donald Trump'ninki Rossiya tarafga qiyib ketishi. Bu Yevropa Birligi bilan Amerika ve Rusya qatarlıq üç burcaklik, Ukrayna qatarlıq şundaq meselelerde dünya tamponluğunun ciddi yenilinayotganligi aniq ko'rinib turdi. Endi 4-chi nuqtadan ilib aytgan vaqtimizda bu NATO nuqta nazari, ya'ni NATO'ga bo'lgan tushunchalar. Endi realist tushundigan, ya'ni realist tushunchaga ega kishilar soğuk münasebetler uruşudan keyinki NATO'nun kengayishiga baştan tanqidiy qilishib kelgandi. Trump'ning NATO'ga bo'lgan qarshi yuqoridagi qarash tarafdorlarininki bilan o'xshashdek ko'rinadi. Donald Trump'ning tashqi siyosatiga yanım cho'nqirilgan holda bir qarab baqaylik. Bo'libmi Ta'tur Nixon Kissinger stratejisiga. Baltık deniz devletleri ve Şimali Amerika Ahdi Teşkilatı, yani NATO'nun katmanlıkları bir qarab baqaylik. Trump Rusya bilan bevosita urushga kirishga hozir bo'lgan Baltık deniz devletleriga yordam qilib, Amerikaning urushga kirmaydiganligidan iborat maydonni aniq o'tirib qo'yibdi. Demek ki Baltık deniz rayonlaridagi devletlarni urush kim bilan, Rusya bilan, ama bu urushlarda Amerika bo'lmaydi. Senmi o'zingning qurollaring bilan harbiy askariy mavjudligingni shakllantir, askariy bir qurol, bir armiya shakllantir degan ravishda gapirdi. Amerika'nın Baltık deniz devletlerini askeri cihetten qo'llash fikri qog'oz yuzida ifodalangan bo'lsa-mu, ama bunu Donald Trump'ning hiç amallaştırgisi yo'q. Şu sebepten Avrupa Birligi Amerika'nın qo'llashi ve yardım bo'lmagan ahvol ostida Baltık denizi devletlerini askeri ve harbiy jihatdan qo'llamaydi. Endi şu Donald Trump kabineti ishga kirishmayla NATO'nun Ukraynani o'z ichiga olgudek derecede kengayishiga qarshi chiqdi. Donald Trump efendim ishga kirishmasdan biz mi ko'rib televizorlardan anglab turdik. NATO'nun Ukraynani o'z ichiga olgan derecede kengayishiga izchil qarshi chiqib keldi. Ondan başqa Donald Trump'ninki ikinci basqıçlıq prezidentlik mezgildeki tashqi siyosati Xitoy ve meseleleriga, Xitoy qatorliqlar bilan bo'lgan meseleleriga texim cho'nqirlagan holda kirib ve muloyiza qilgan vaqtimizda muavin rais J.D. Vance'ninki Germaniyada qilgan so'zni xotirlashimizga to'g'ri keldi. Munih xalqaro bexatarlik munbirda munbirning yig'iniga qatnashgan vaqtida bir qancha oylar ilgari Amerika muavin prezidenti J.D. Vance'ning qilgan so'zi Yevropa demokratiyasiga qilingan intayning qattiq bir zarbi sifatida qimmatlantirildi ama shu chet el matbuotlarida. Kuzatuvchilar Vance'ning bu so'zini Amerika Yevropa munosabatlarida cho'nqur bir yeriq paydo qilish mumkin, osonlashtirish etishi mumkin, orqaga chekindirish etishi mumkin deb muloyiza qilgandi. Ammo undaq bo'lmadi. Yaqinda o'tganda Yevropa Birligining devletlerinin
mas'ullari Amerikaga berip Donald Trump bilan ko'rishib, Amerikaga mablag' saldiganligini bildirib, Amerika bilan uningki nurg'ulg'an kelishimlarga qo'l qo'yib qaytib keldi. U Amerikaga berishdan ilgari Beijingga berib, Beijingda Xi Jinping bilan ko'rishib, Xi Jinpingning oldida Yevropa birligi bilan Xitoy o'rtasidagi savdoning adil bo'lmayotganligini, o'rtada cho'nqur hang bo'shliqlarning qilayotganligini naiti keskin o'tirib qo'ygan. U qitimqi yig'inda Xi Jinping salqin qizg'in bu salqin ko'rishgan Yevropa birligining kishi vakillari bilan demakki bu yerda Xitoy bilan Yevropa birligi o'rtasida uzoqlashish shakllanib, buning aksicha Yevropa birligi bilan Amerikaning Donald Trump'ningki yiqilishib kelishimlar tuzilayotganligi, bu Uyg'urlar nuqtasini aytganda yaxshi bir xabar. Men 24-qism programmamda bo'lsa kerak bu vaqtda to'xtalgandim. Yevropa birligi shu Ma'mun rais J.D. Vance'ninki shu Munih bexatarlik yig'inida qilgan so'zdan keyin qattiq bir silkindi. Jiddiy holda yangidan harbiy hozirlik chaqiriq e'lon qildi. Ba'zilar buni Yevropaning uyg'unishi va o'zini qo'g'dash va mudofaa qilish uchun kerakli va zarur bo'lgan kuch deb qarasa, yana ba'zilar Donald Trumpning cho'chitish orqali davolash strategiyasini Yevropada haddidan oshirib o'tganligi deb qaradi. Endi Donald Trump efendimninki tashqi siyosatiga yana ilgirlagan holda qarab boqaylik. Donald Trumpninki tashqi siyosati asosan realizm va uningdan halqib ketish. Donald Trumpninki shu ikkinchi qitimliq vazifaga o'tgandan keyinki tashqi siyosatda yani butunlay realizm bilan tushundirgili bo'lmaydigan nuqtalar bor. Chunki Donald Trump o'zining siyosiy kechmish hikoyasini va sahnada o'ynayotgan rolini oldin o'rin qo'yib kelgan bir kishi. Amerikanimi, dunyonimi boshqaryapman deyishlari uning bu ideyasini ilgari surdi. Donald Trump efendim bir necha qitimlab muxbirlarni kutilish yig'inlarida men dunyoni boshqaryapman, Amerikani boshqaryapman degan iboralarni qo'llandi. Bu Donald Trumpning o'zining siyosiy kechmish hikoyasini va sahnada o'ynayotgan rolini oldin o'rin qo'yish, oldiga chiqarishidan iborat bo'lib hisoblandi. Endi realistik nuqtadan qaragan vaqtimizda shu Donald Trumpninki eng rayimsiz tarafini realistik tarafdan qaragan vaqtimizda Donald Trumpninki eng rayimsiz tarafi Amerikaning va dunyoninki an'anaviy do'st dushman beg'ini buzyapti. Bu o'ng'ay ish emasdi. Mushu bag'ini buzyapti. Bu yangi tartibni qurib chiqishda dushmanning ko'payib ketishidan qo'rqmadi. O'ziga bo'lgan ishonchisini bek yuqori o'rin qo'ydi. Bu Donald Trumpning yangi dunyo tartibi va tangpongligini yangidan qurib chiqishda o'ynagan muhim bir rol bo'lib hisoblandi. Endi Amerikaning Xitoy va Rossiya qatorliq raqiblari bundaq bir xalqaro ittifoqdoshlik beg'i qurish kuchiga ega emas. Donald Trump bu jihatda baqaltis. Amerikaning Xitoy va Rossiya qatorliq raqiblari Xitoy va Rossiya dunyoda bundaq bir liderlik rolini o'ynaydigan kuchga ega emas. Endi yuqorida biz deb o'tib ketgan ta'tir Nixon Kissinger strategiyasiga ham cho'nqirlab kirib qarab boqaylik. Nixon Kissinger davri 1970-yillar bo'lib, 1972-yili Nixonning Xitoyni ziyorat qilib, Amerika-Xitoy munosabatlarini asliga keltirib, Xitoyni Moskvadan uzoqlashtirgan bir strategiyasi bor.
hem bu ziyaret soğuk münasebetler uruşunun yol haritasını özgertkendi. Bu qitim Donald Trump aynen taktikinin ta'tirsini qilmoqchi bo'ldi. O basımı yani Rusyani Xitoydan uzoqlashtirish, ikkisini bir-birisidan ayirib etish. Bu qanchalik endi ish qo'shadi. Buni oldimizgi kunlarda ko'ramiz. Endi Donald Trump'ning eng muhim yuksak nishonlarining birisi Rossiyani g'arbga va yoki Amerikaga yaqinlashtirish, Xitoydan ayirib etish. Donald Trump'ninki tashqi siyosatninki asosiy negisi faqatla Rossiyani Xitoyni ijrolashtirish emas, balki Arab Birlashma Xalifligi, Arabiston qatorliq davlatlar, O'rta Sharqdagi Arab davlatlarining hammasini Xitoydan uzoqlashtirib, g'arb tarafga burash. Shuning uchun 5-oyda bu yil 5-oyda qilgan Arab Birlashma Xalifligiga qilgan ziyoratlari jarayonida qizg'in olqishlarga erishdi. Ko'plagan mablag'larni jalb qildi. Amerikaga qarata bundaq o'ziga tortish kuchi Donald Trumpning kedak bundaq o'ziga tortish, Amerikaga tortish kuchi Xitoy va Rossiyada ojiz bo'lib, Amerika o'zining ta'sirini ko'rsatgan davlatli joylarda bevosita Xitoydan uzoqlashyapti. Asosan Donald Trump efendim shu Rossiya bilan Xitoyni uzoqlashtirib bo'lgandan keyin Arab davlatlari bilanmi, Turkiya bilanmi Xitoyni ijroqlashtirib, ularning shu bog'larini uzib etish orqali undan keyin Xitoyni qo'l tish nishoniga yetmoqchi bundoqcha aytganda. Ammo bundaq ayirib etish sal tasqi to'xtatish mumkin. Bo'pmi Rossiya bilan Xitoyni ayirib etish sal tasqi to'xtatish mumkin. Chunki birinchidan 1970-yillarga o'xshash cho'nqur bo'lgan Xitoy Rossiya surkilishi yo'q. U chog'larda Xitoyninki Rossiya bilan bo'lgan surkilishlari bordi. Hozir endi undaq cho'nqur bir surkilish yo'q. Ikkinchidan, bugun Rossiya bexatarlik va iqtisodiyotda Xitoyga bog'liq. Bexatarlik va iqtisodiy jihatda Xitoyga bog'liq deb muloyiz qilyapti. Ana shu chet ellik muloyizchilar, mana shu muloyizchilarninki muloyizlarni ko'rish orqali, o'rganish orqali bu leksiyalarni sunyapman. Uchinchidan, Rossiya bilan Xitoyning o'rtaq nuqtasi Amerikaga bo'lgan ishonmaslik. Rossiyaningmi, Xitoyningmi o'rtaq nuqtasi Amerikaga ishonmaslik. To'rtinchidan, Donald Trumpning eng muhim nishonlarining biri Rossiyaga texnik nurg'un imkon va fursat berish. Xitoyga bo'lgan darajada tashqari bog'lanib qolishidan buzish. Uzun vadada Rossiya Xitoy ittifoqini zaiflatish bo'yatadi. Beshinchidan, Rossiya Xitoy munosabatlarini buzish Donald Trump uchun eng muhim nishon bo'lib qo'yadi. Bu munosabatni buzish, agar shu munosabatni buzayotgan taqdirda Xitoyninki boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatini buzish tasqi to'xtamasligi mumkin deb qarayman. Shunday qilib, bugungi Xitoy o'g'laydigan oz qoldi nomli programmamning 26-qismi oxirgi xotim qismlarga kelib qoldi. Uyg'urlar demak dunyo vaziyatida bo'layotgan bu o'zgarishlardan chunqur darslarni olish kerak, ham umid bilan yashash kerak. Uyg'urlar ati o'lib ketadigandak qattiq ibodat qilishi, duolarni qilishi kerak. Menga o'lmaydigandek Uyg'urlikning og'amchisiga mahkam esilishi kerak deb kelyapman. Nachroqning yog'isi. Bugun shu Donald Trumpning ikkinchi qitimliq vazifaga o'tirgandan keyinki shu tashqi siyosiy Xitoy va Uyg'urlarning ahvoliga umumnazar nomli muloyizamning ikkinchi qismini mishada oxirlashtirmoqchiman. Kelar qitimliq 3-muloyizamda ko'rishguncha hammanglar omon bo'linglar. Xayr xo'sh.